Moyni qorayib ketgan holatlari, turbinomotor tez almashtirib turish kerak moyni. Trekker mashinamizni foizlari 0 ga tushib qolibdilar. Akamizga Everest 530 Dix1 moylarni qo'yib beryapmiz. Bu hozirgi zamonaviy mashinalarga to'g'ri keladi, filtrlari bilan. Asalga o'xshatdi. Vazish filtrlarini almashtirib beramiz. Yengisi, salon filtrlari qiyshib, dabdalasi chiqib ketgan. Akamizga mana yaxshisini qo'yib beryapmiz. Moylarni almashtirib bo'ldik. Qolgan akamiz o'zlaridan eshitamizmi? Xizmat cho'tko'ga rahmat kattadan. Shu bilmagan narsalarim bor edi, hammasini tushunib oldim hozir. Xudo xolis kelinglar, mana sifatli moylarni quyib ketinglar. Qaltirashi yo'qoldimi? Qaltirashi yo'qoldi. Asal quygandan keyin qaltirash ketar ekan. Rahmat aka.